Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Coditech saytini ko'rib chiqamiz. Bu saytda biz asosan nima ishlar qilishimiz mumkin? Bu sayt orqali biz dasturlashni o'yinlar orqali o'rganishimiz mumkin ekan. Misol uchun, Pythonni tanlasak, Python orqali har xil o'yinlar bor, vazifalar bor. Shunga qarab vazifalarimiz qiyinlashib, jarayonlar o'zgarib boraveradi. Hop, yana misol uchun boshdan o'rganmoqchiman desangiz, HTML bor. HTML o'sha front-end qismini o'rganaman desangiz, HTML, CSS, JavaScript, background orqa qismi, ya'ni backend qismini o'rganaman desangiz, Python va boshqa dasturlari bor. Endi mana misol uchun bu qismdan bitta tanlasangiz, misol uchun hammasida sizga yutuqli o'yinlari bor. Shuni tavsiyalarni o'ynab ko'rsangiz bo'ladi. Bunda ham har xil jumboqli vazifalari bor, ishlari bor. Shular orqali birinchi tanishtirib ketadi, keyin siz uni o'rganib olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun review qilaman hozir. Shu orqali mana HTML nima, ma'lumot bergan, HTML qanaqa yozilishi, shu oddiy holatda qanaqa ko'rinishga ega bo'lganligini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Keyingi qiziqarli ma'lumotlar olish uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.